Turmush o'rtog'ingiz qancha topish kerak deb o'ylaysiz oyiga? Xuddi shu savolni nemis qizlarga berib ko'ramiz. 20 ming yetsa kerak. 20 million. Вообще ko'p topish kerak, чтобы обеспечить меня. Но я сама могу обеспечить себя. 20 ming. Ha, dollarda. Biz 40 million shaharda yashash uchun. 100 ming dollar oyiga. Meni xarajatlarimni yopish uchun. Oyiga 10 ming. Наверное. Да. Kettu. Was glaubst du, wie viel soll deine zukünftige Mann monatlich verdienen? Bir oyda 100 ming, bir yilda 1 million 200 dollar bo'lar ekan. Olg'a harakatingni qil. Menga bu videoni ko'p yuborishdi, nemis qizlardan so'rab ko'ring deb, lekin nemis qizlar uchun bu 2 kere 2 necha degandek bo'lib qolardi, ya'ni javobi o'zi bilan. Meni e'tirozim hozirgi videoda o'zbek qizlariga emas, chunki ular yosh va 4-5 ta qizni butun davlat qizlarini shunaqa o'ylaydi deb o'ylash noto'g'ri. Qo'l qoldirgan narsa bu javoblar hazil-huzul bilan emas, 100 ming, 20 ming hazil-huzul bilan aytilmayapti. Ongli ravishda aytilayotgani meni hayron qoldirdi. E'tiroz intilayotgan odamga yaxshi bo'lardi, unaqa intensivniy savollarni +25, +30 yoshli ayollarga yoki boshqa temalarda yigitlarga berilsa. Ya'ni biri 100 ming deyapti, biri 20 ming, biri 20 million deyapti. Sonli bir-biridan ancha uzoq va tushunishim bo'yicha dollar millionda qancha bo'lishini yoki million so'm dollarda qancha bo'lishini ular ajratish olmayapti. Umuman olganda meni Instagram reykimda shunaqa videolar ko'payib ketdi. Necha yoshda bolaning mashinasi bo'lish kerak, necha yoshdan qiz bola erga tegish kerak. Ya'ni ko'chada duch kelgan odamga so'rab berilyapti. Yaxshi bo'lardi, yoshi kattaroq va tajribaliroq insonlarga berilsa. Mayli qiziqsanglar, keyin germaniyaliklardan ham qiziqib so'rab ko'ramiz.